Assalomu alaykum. Bugungi mavzu biz kimning avlodimiz? Allomalarning muvaffaqiyat kodlari. Kimlikni anglash. Biz tez-tez buyuk allomalar avlodimiz deb takrorlaymiz. Ammo bu shunchaki maqtovmi yoki bizning zimmamizdagi mas'uliyatmi? Nega ular 1000 yil oldin na texnika, na internet bor zamonda dunyoni o'zgartira olishdi-yu, biz ba'zan bir kunlik rejamizga amal qila olmaymiz. Bugun biz ularning kitoblarini emas, xarakterini va kundalik hayot tarzini o'rganamiz. Siz bilan muvaffaqiyatning sharqona kodlarini ochishga harakat qilamiz. Ibn Sinoning uyqusiz kechalari. Ibn Sino hali 18 yoshga to'lmasdan o'sha davrning barcha ilmlarini egallab bo'lgan edi. Uning siri nimada? U aytardi: kechalari uyqum g'olib kelganida bir piyola quvvat beruvchi ichimlik ichib, yana mutolaani qaytarardim. Bugungi tilda bu deep work, chuqur diqqat. Ibn Sino vaqtni soatlab emas, daqiqalab o'lchagan. Bizchi? Biz kuniga necha soatni ijtimoiy tarmoqlardagi mazmunsiz svayllarga sarflayapmiz? Allomalarimiz uchun vaqt bu sotib olib bo'lmaydigan eng qimmat kapital edi. Imom Buxoriy bitta hadisni yodlashdan oldin g'usul qilib, 2 rakat namoz o'qib, keyin qog'ozga tushirgan. Ishga bo'lgan cheksiz hurmat va mas'uliyatdir. Hozirgi axborot ummonida yashayapmiz. Fake xabarlar, asossiz ma'lumotlar ko'paygan. Imom Buxoriy bizga axborot gigiyenasini o'rgatgan. Har bir gapimizni, har bir postimizni qoldirishdan oldin bu kimga foyda beradi degan savolni berish vaqti kelmadimikin? Agar Xorazmiy algoritm asoslarini yaratmaganda, hozir qo'lingizdagi smartfon ham, siz ko'rayotgan ushbu YouTube ham bo'lmas edi. Uning insoniy fazilati murakkab narsani soddalashtirishda edi. Biz muammolarni murakkablashtirishga o'rganib qolganmiz. Xorazmiy merosi bizni mantiqiy fikrlashga va har qanday qiyinchilikning bosqichma-bosqich yechimi borligiga ishontiradi. Algoritm bu tartib degani. Hayotingizda tartib bormi? Odob ilmdan ustun. Beruniy va odob. Abu Rayhon Beruniy va Ibn Sino o'rtasidagi yozishmalarni o'qisangiz, hayratda qolasiz. Ular bir-birining fikriga qo'shilmasa-da, shunday yuksak odob bilan murojaat qilishganki, bu bugungi kamenchilar uchun haqiqiy dars. Ilmli inson madaniyatli insondir. Biz bobolarimiz bilan maqtanamiz, lekin ulardek muomala qilmayapmiz. Til odobi millatning yuzidir. Xulosa: ularning kundalik hayotidagi 3 ta narsa: vaqtni qadrlash, tinimsiz izlanish va yuksak odob ularni buyuk qilgan. Biz kimning avlodi ekanimizni isbotlash uchun faqat o'tmish bilan maqtanish emas, ular kabi dunyoga foyda keltiradigan yangilik qilishimiz kerak. Bugun bitta kitob o'qish yoki foydali hunar o'rganishni boshlang. Mana shu ajdodlar ruhiga
eng katta ehtirom bo'ladi. Siz qaysi allomamizning hayoti haqida alohida video tayyorlashimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Bilim va ma'rifat tarqalishi uchun bu videoni yaqinlaringizga ham ulashing. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.